Assalomu alaykum jigarlar, avto savdo kanali kuzatuvchilar. Biz narxlashtirish yana davom etyapti. Mashinamiz Malibu'ga 2016-yil ishlab chiqarilgan Amerikanskiy sportga 5 do'stliklarigacha bor. Oynalar tonirovka. Mashinamiz 61 ming mayl yurgan. Ko'rganlaringiz juda zo'r antrada. Video registrator, xullas mashinada hamma narsa bor do'stlar. Qapchiqlar qirilmagan, qizil salon juda ham zo'r. Yabishni Ko'rganlaringizdek mashina juda ideal holatda stoplargacha. Do'stlar, buni 4 ta o'zini zavodskiy zapaskasi ham bor. Uni ham qo'shib beriladi. Balonlar 4 ta baloni. Ko'rganlaringizdek mashina juda ham ideal holatda qirilgan, chizilgan joylari yo'q do'stlar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi do'stlar $17 ming so'rayapmiz. Pastdan nominalga chiqarsa, xudo narxlarni juda ham zo'r holatda qilib beramiz. Sog' bo'ling, salom.